O'tkazilishi an'anaga aylanib borayotgan vazir va yoshlar uchrashuvi kelajagimiz egalari uchun foydali platformaga aylanib bormoqda. Bois bunday tadbirlar orqali ularning taklif va tashabbuslari tinglanib, muammolariga yechimlar topilmoqda. Ana shunday uchrashuvlarning navbatdagisi Toshkent davlat transport universitetida tashkil etildi. Unda transport vaziri Ilhom Mahkam ishtirok etdi. Hozir shu haqda. O'zbekiston Respublikasi transport vaziri Ilhom Mahkamovning 200 nafardan ortiq yoshlar bilan ochiq muloqoti bo'lib o'tdi. Davra suhbatida transport sohasidagi eng so'nggi islohotlar mazmuni, yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar haqida ma'lumotlar berildi. Yoshlar tomonidan esa taklif, muammo, loyiha va tashabbuslar bildirildi. Men bugun o'zimning Toshkent davlat transport universiteti xodimlari va professor o'qituvchilari uchun mahalliy yilda bir marta mahalliy poyezdlar va mahalliy samolyotlarni bepul qilib berish taklifini bildirdim va albatta vazirimiz Ilhom Rustamovich roziliklarini bildirdilar bu taklifimga. Asosan avtomobil temir yo'l yo'nalishlari bo'yicha mutaxassislarimiz yetarlicha, lekin aviatsiya sohasida yo'qligi sababli ularga o'z takliflarimni berdim. Bizga iloji boricha yaxshiroq va ko'proq aviatsiya sohasidan mutaxassislar kerakligi haqida taklifimni albatta yaxshi qo'llab-quvvatladilar va bizga aviatsiya sohasidan yaxshi mutaxassis berkitib beramiz deb aytishdi. Shuningdek, 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan bo'lib o'tgan uchrashuv doirasida eng yaxshi loyiha egalari, tashabbuskor yoshlar esdalik sovg'alari va pul mukofotlari bilan taqdirlanishdi. Veb-sayt yaratganman. O'sha yerda meni veb-saytimda o'sha dvigatelni animatsiyasi chiqadi, o'sha virachkalarni taqib turib, o'sha prinsip работы dvigatelini o'rganish mumkin-da, qanaqa ishlaydi, nima parametrlari o'sha havoda uchayotgan vaqtda qanaqa o'zgarishini ko'rib borishlari mumkin bo'ladi. Talabalar ko'proq malaka beradi va o'ylaymizki, shuni kutib qolyapmiz. O'sha talabalar yana o'zini bilimlarini oshirib oladi. Shu loyiham bo'yicha men faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Ochiq muloqotda mazkur uchrashuvdan maqsad yoshlarga yanada yaqinlashish, ularni tinglash hamda fikrlarini qo'llab-quvvatlash, qolaversa, sohadagi kamchiliklarni birgalikda bartaraf etish ekanligi ta'kidlandi va bu kabi davra suhbatlarini muntazam tashkil etishga kelishib olindi. Nozima Mamatova, Shokir Ahrorov, Hudud informatsion dasturi uchun.